UFC chempioni Habib Nurmagomedov bilan ko'rishding. Abu Bakr, sog'liqlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Shuncha yutuqlarga erishish bitta o'zing uchun qiyin bo'lmadimi? Bularda hammasini faqat o'zingning kuching bilan erishgansan. Shunaqami? Necha yoshingdan beri sport bilan shug'ullanasan? 4 yoshdan beri. Seni sportga kim olib kelgan? Dilshod Mirzaxo'jayev. Dadang Dilshod aka Mirzaxo'jayev. O'zing qiziqqanmisan sportga yoki dadang olib kelgan, keyin qiziqib ketganmisan? Yana bir narsani aytib o'tkaman do'stlar, bugun Abu Bakr Mirzaxo'jayev tug'ilgan kuni 14 yoshga to'lding. Ukam, seni tabriklayman. Xudo xolasa, bu bizning O'zbekistonimizning kelajagi. Birinchi marta jangga chiqqaningni eslab olasanmi? Yo'q. Maqsadlaring nima? UFC chempioni. Lekin biz bitta seni UFC kamaringni ko'ryapmiz-ku. Uje sen UFC'da kamarini olib chempion bo'lgan ekansan-ku. Qayerda olgansan bu kamarni? Qirg'izistonda. Shuncha kamarlarning ichida eng birinchi olgan medaling yoki birinchi olgan sovriningni eslab olasanmi? Necha yoshda olgansan? 5 yoshda. 5 yoshliging. Nechinchi o'rin? 1. Birinchi o'rin. Sportdan zerikkan kunlaring ham bo'ladimi? Yo'q. Real Madridning muxlisimisan? Ha? Realga balet qilasanmi? Realchilar, chempionlarimiz ham Realga balet qilishadi. Yaqinda Habib bilan ko'rishding-a? O'zingni qanaqa his qilding? UFC chempioni Habib Nurmagomedov bilan ko'rishding. Uni oldida o'zingni qanday his qilding? Oddiy Habib ham oddiy inson ekanmi yoki sal hayajon bosdimi? Hayajon bosgan yo'q-a? Lekin sen xudo xolasa kelajakda Habib Nurmagomedovdan ham kuchli sportsmen bo'lasan. Shunaqami? Habib Nurmagomedovga havas qilasanmi? Lekin oldida hayajonlanmading, shundaymi? Yo'q. Abu Bakr, maktabda baholaring qanaqa? 5. 5 mi hammasi? Sport qandaydir o'qishingga ta'sir ko'rsatadimi? Yo'q, ko'rsatmaydi. Yaxshi o'qiysan, a? Sizlarda zallaringda senga o'xshagan chempionlar yana bormi? O'zingni sen bilan parada birga ishlaydigan bolalar. Bor-a, shunaqa bolalar. Biz bilamiz, Cowboy Fighting klubda ham shug'ullangan boryapsanmi? Cowboy Fighting klubda ham senga o'xshagan kuchli sportsmen bolalar bor ekanmi? Bor. Bormi? Intervyumizni ko'rgan yosh o'zingga o'xshagan bolalarga nimani maslahat bergan bo'larding? Hammalaringga rahmat. Katta g'alabalarimiz hali oldinda. Bizni kuzatishda davom eting. Sport bilan shug'ullaning. Hamma chempionlar olg'a.